bir danışmandan insondagi eng qo'rqinchli ish qaysi deb so'raldi. Danışman javob berib bundoq dedi. İnson bolalikdan zerikib cho'ng bo'lishga aldiraydi. Keyin yana qaytadan bolalikqa qaytishni orzu qiladi. Mal dunyo yig'ish uchun salomatligini yo'qtidi. Keyin salomatligini islik keltirish uchun mal dunyosini sarf qiladi. Ansizlik ichida kelgusini o'ylaydi. Bugunini unutadi. Lekin ular kelgusida emas, bugun ichida yashayotadi. Ular mangu o'lmaydigandek yashaydi-yu, lekin ular faqat yashamagandek o'lib ketadi. Shunga do'stim, har bir qadamingizda o'ylanib besing. Qilgan har bir ishingiz ahamiyatli, kunlaringiz xushal ma'nili o'tsin. Yashamagandek o'lib ketish uchun emas, balki bu dunyoda yashagandek. Siz ketgandan keyin boshqalar sizni asligidek. Sizga qiyamagandek holatda yashashga tirishing. 快手，看见每一种生活。